Men turli xil orxideya gullarini ko'rganman, lekin mana bunisini birinchi marotaba ko'rishim. Bu ham orxideyalarning turiga kirar ekan. Nomi Cymbidium. Aytishlaricha, Phalaenopsisdan ko'ra Cymbidiumning parvarishi osonroq ekan. Bu haqda mutaxassisdan bilib olamiz. Marhamat. Cymbidium gulimiz orxideya oilasi bo'lib turib, Phalaenopsis orxideyamizdan farqli tomonlari parvarish talab emas. Sababi bu o'zimizning iqlimlarda narigi orxideyalarga nisbatan yaxshi moslashyapti, yaxshi rivojlanyapti. Sababi buni tagida ozgina o'ziga yarasha haligi piyoz deymiz, piyozi bo'ladi. Parvarish qilgan saringiz tagidan ko'payish xususiyati bor. Boshqa orxideyalardan farqi shu tomondan bu chidamliligi bilan, uncha-munchalik mehnat talab qilmasligi bilan odamlarning e'tiborini qozonyapti. Hozir mana orxideyalarning har xil turi Italiyadan, Gollandiyadan, Belgiyadan, Xitoydan kirib kelyapti. Shularning ichida endi bu turimiz ularga nisbatan kamyob va chidamli. Yozda ko'p suv talab qilmaydi. Qishda ham 10 kundan ortiq suv ichmaydi. Bir oyda 3 marta sug'oramiz. Yozda xonaning haroratiga qarab bir haftada bir marta sug'orsak ham bo'ladi. Xonada konditsionerli xonalarda yozda ham kamroq sug'oriladi. Xona issiqroq bo'lsa, sal yorug'roq bo'lsa, ko'proq sug'oriladi. 5 kunda bir marta. Phalaenopsis turiga nisbatan buni ko'paytirish oson, qulay. Endi buni ustidan suv purkab, vaqtida suvini berib turib, vaqtida oziqani berib turib, o'sha hamma ko'p aksariyat gullarimiz torfda keladi. Buni mahalliylashtirib, torf va yana o'zimizning tuproqlar bilan, biohumuslar bilan boyitib, bemalol ko'paytirishimiz mumkin. Unaqa injiq gullardan emas. Hozirgi kunda buni Xitoydan kelyapti, keyin Gollandiyadan kelyapti. Mana hozir siz ko'rib turgan turinglar Xitoydan kelgan, talab ko'p. Mana endi odamlar tushunyapti. Bizda kolleksionerlar bor. Ular shu orxideyaning shaydosi. Uyda bir 30-40 xil orxideyasi bor. Shu yerda bir ayollar bor. Hozir bu turga qiziqishyapti ular ham. Cymbidiumni bir 12 xil navi bor, men bilganim. Hozir Xitoyda juda ko'p bu narsaga urg'u berilgan, Gollandiyada ham raqobat kuchli. Shuni hisobiga yana yangi navlarini, keyin yana o'zimizning iqlimga mos gullarni chiqarishni ular rejalashtiryapti. Men uni xabarim bor. Hali internet tarmoqlarida ham ko'ryapmiz. Ularga rahmat seleksionerlarimizga, sababi bizani qaysi iqlimda qaysi gulga talab bo'lsa, o'sha iqlimga moslab shunaqa gullarni, chidamli navlarini yetishtirishyapti. Xo'p, bularni vaqtidan ko'p sug'orish, o'zi talab qilinmagan tikka quyoshga qo'yib qo'yish yoki haligi odamlar qishda issiq pol deydi, haligi iliq pol ustiga qo'yib qo'yish yoki bo'lmasam haligi tokchaga qo'yasiz, tokchadan yonida haligi isitish batareyasi. O'sha batareyani yoniga qo'yishadi, bu yerdan pardani tortib qo'yadi. U yerda haligi xonaning harorati o'zgarib, quruq bo'lib qoladi hamma joyda. Bunga namlik yetishmagan holatda ham yo sarg'ayishga yo qurishga o'tadi. Ildizi qurib qolishi mumkin. Shuni hisobidan olib, parvarishini to'g'ri bajarsa, bu gullar unaqa injiq gul emas. Shu tomondan bu gullar afzal. O'zi ko'p chet davlatlardan gullar kelganda yerda kelmaydi ko'proq. Sababi o'zi yerni olib o'tish karantin bo'yicha ham noto'g'ri. O'shaning uchun torfda keladi. Endi odamlar ko'pchilik o'rganib olgan torfda keladi. Bu torfda o'sadi degan fikrda yuradiganlar ko'p. Bu noto'g'ri. O'zimizning yerni oddiy mana shu mahalliy o'g'itga aralashtirib, mahalliy o'g'it deganda biohumusga, ya'ni molli go'ngiga, qo'y go'ngiga to'g'ridan-to'g'ri aralashtirish noto'g'ri, chunki unda har xil hasharotlar bo'lishi mumkin. Keyin haligi chirimagan, yetilmagan go'ng qizdirib ildizini chertib qo'yishi mumkin va ildiziga har xil hasharotlar tushishi mumkin. Shuni hisobiga ildizini yemirib, hasharotlar nobud qilib qo'yishi mumkin gulimizni. Ishlov berilgan chuvalchangdan o'tgan biohumusni
ozgina o'zimizni yerga qo'shib turib torf bilan aralashtirib katta qilsa bo'ladi, ya'ni parvarishlasa bo'ladi. Sababi yer baribir har xil torfga nisbatan kuchli narsa. Tajribada biza buni olib kelib sotdikda, keyin gullab gulini to'kganidan keyin ko'pchilik buni tushunmadi. O'sha paytda bu sekin yana yonidan ko'paydi. Ko'paygandan keyin biza majbur bo'ldik boshqa tuvaylarga olib, uni o'sha piyozini olib ko'chirdik. Ko'chirganimizda yana bu o'sha oldingi holatga kelib gulladi bu. Haligi tuvagidan sekinda chiqarib olib, piyozini ko'rasiz orqadan o'zi ajraladi. O'sha yetilgan piyozini olib boshqa yana shunaqa torfni tayyorlab turib, torf deganda o'sha men aytgan qorishmani bizani 3/1 deymiz, etdi tuproq, biyogumuz, torf. Ozgina biyo qorishmalar. Shularni tayyorlab turib, o'sha piyozini olib boshqa tuvakka o'tkazib parvarishlasangiz, xuddi oldingidek yana bu ko'payib, moslashib gullash davriga keladi. Bir yilda bir marta gullaydi, lekin bir gullaganda ham xona haroratingiz, klimat, aura deydi, shu narsalar agar mos kelib qolsa, 2 oy ham gullab turadi kamida. Mana uyimda nimadir 1 oy 2 oy gullasa, siz uyingizda masalan 3 oy 4 oy gullashi mumkin. Siz uyingizda yaxshi gullamagan narsa menda gullashi mumkin, chunki bu gulla ham xona tanlar ekan, namli tanlar ekan, hali quyoshni ham haligi qayerdan chiqib qaysi tomonga botishi mana shu o'simliklarimizga muhim ekan. Qaysidir gullarimiz issiq sevar yoki yoriq sevar gullarimiz bor, suv talab yoki suvni kam qoladigan gullarimiz bor. O'shani hisobiga bu gullarimizda 10 ta gulingiz 10 xil bo'lsa, demak 10 xil bularga parvarish kerak bo'lar ekan. Xo'p, masalan, aytaylik bir gardenziyani olaylik masalan. Gardenziya gulimiz, o'sha gul shaydolari gul tanlayotganda uni bir gul do'konga kirsa, masalan, mana bir chiroyli gardenziya gulimiz turibdi. Tayyor guldasta ham qarayaptilarki, kirgan odam bu bir deganda ko'zi quvontirib turibdi, keyin undan keyin bu hali guldasta bo'lib, bu bir hafta 10 kundan keyin tashlab yuboradigan holat emas. Tegida o'zini mana ildizi bor, o'zini hali tuvagida, bu yillab ko'p yil o'sadigan gul bu masalan, sog'i uchun ham zo'r gul. Endi buni olgan odam ikkita narsaga ahamiyat beradi. Bir xilda sotuvchilarimiz yo adashadi, yo endi bilmadim qanaqa maqsadda sotadi. Bu deydi, haliga olib borib hovlingizga ekib qo'ysangiz ham bo'ladi, so'g'oqqa bo'lganingizdan keyin deydi. Lekin buni xonaki gartenziya bor. Keyin hovliniki bor, ya'ni bog'niki deydi yoki xonaki deydi. O'sha joyda adashib qolishadi-da, endi sotib olgan odam ular endi gul shaydosi bo'lganini ham holatini ular tushunishmaydi. Sababi endi sotgan odamni gapiga ishonib turib, bahorda yoki bir yoz paytlarida ham ish qilib hovliga ekishadi. Bog'ga ekishadi, landshaft qilishadi-da. Keyin bu ko'p yil ekanda qishda buni ustini yopmaydi, tegmaydi-da, shu bilan bu narsa nobud bo'lib qoladi. Sababi bular adashib o'sha xonaki narsani hovliga ekib qo'ygan bo'ladi. Xo'p, masalan, mana shu gartenziyani sotib olgan inson birinchi navbatida bu yirik baylik gartenziya deyiladi. Yirik baylik bor, mayda baylik bor. Buni haligi vanilniy deydi. Bunda cho'ziq holatda o'sadiganlari bor. To'g'ri so'rab sotib olinadi. Ya'ni aytiladiki, bu xonakimi yoki bog'ikimi? Bog'iki bo'ladigan bo'lsa, bog'ga shuni o'zini vaqtida olib borib ekiladigan bo'lsa, o'g'it do'konlarda sotiladigan qo'shiladigan maxsus o'zini oziqalari bor. O'shanda yozib qo'ygan. Для кислой почвы deb yozib qo'ygan, ya'ni nordon tuprog'i uchun deb yozib qo'ygan. O'sha nordonni yaxshi ko'radi. O'zimiz shu nordon tuprog'i sotib olguncha, agar mabodo qaraymiz, mana bu gullari rangida sal rang yetmayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, baglari sal ranglari o'ziga kelmayotgan bo'lsa, demak bunga o'sha nordon tuprog'i yetmayotgan bo'ladi. O'sha moddani yetkazib berishimiz uchun uyda xonaki holatda bankaga aytaylik, oddiy limonni bo'lsa ham yarmini shuni siqib turib, 1 litr suvga yarimta limonni yaxshilab siqib turib, aralashtirib turib, sekin aylantirib chetidan quyib yuborsa, u ham beradi. Yoki limonni kislota yoki anu olma sirkasidan masalan 1 osh qoshig'ini yarim litrli suvga, 2 osh qoshig'i 1 litrli suvga solib, undan ham bersangiz, u ham shu
aytgan elementni o'ziga olib, o'z holatiga kelib, ranglari o'ziga keladi, xudo xolasa. Undan tashqari kamalak rangli qo'shimchasi bor. U hali granula holatda bo'ladi. U narsani bunga berganimizda tagiga sepib, keyin ustidan sug'oriladi. O'shanda bu ham boya biz aytgan nordon anaqani oladi, ham ikkinchisi rang oladi. O'sha yerda bir 5-6 xil ham oziqa bor, ham bunga rang berish xususiyati bor. Shu xususiyatlari bilan bu gul meni o'zimga ham yoqadi. Meni o'zimni hovlimda ham shu gul har yili bizani ko'zimizni quvontiradi. Mana hali oddiy gortenziyamiz bor. O'zimizni hovlimizda yashayotgan, u uncha nordon tuproq xohlamaydi, so'ramaydi. U haliga injiq emas. Bu ham injiq emas, lekin bunga ozgina o'sha kislik pochva deydi, o'sha nordon tuprog'ini ta'minlab tursangiz, bu o'sha o'zimizni mahalliy o'sayotgan gortenziyamizdan ham yirik, ham undan rang tomondan chiroyliroq. Xonadoningizda, bog'ingizda hamisha bahor bo'lishini xohlasangiz, bizni kuzatib boring. Xonaki gullar, ko'p yillik gullar yoki manzarali daraxtlar bo'yicha biror savolinglar tug'iladigan bo'lsa, mana shu ko'rsatuvga murojaat qiling. Biz sizlarga qo'limizdan kelgancha maslahatimizni beramiz.